Assalomu alaykum aziz opa-singillar, qadrli tinglovchilar. Siz Baxtli yashash sirlari kanaldasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli tinglovchilar, men barchalaringizni bugungi ro'zai Ramazon oyining boshlanishi bilan samimiy tabriklayman. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Aziz opa-singillarim, onajonlar, bugun biz sizlar bilan yana qizlar tarbiyasi, ularni katta hayotga tayyorlash xususida suhbatlashamiz. Qadrli ota-onalar, qiz farzand o'stirish hammamiz uchun katta mas'uliyatdir. Chunki qiz bola tarbiyasi o'ta nozik masala. Qiz bola asosiy tarbiyani oilada, asosan onadan, ammalaridan, xolalaridan oladi va ularga taqlid qila boshlaydi. Maktab yoshiga yetgach esa albatta yaxshi ustoz tanlanadi. Ustoz qo'liga topshiriladi. Maktabga borgandan so'ng atrofdagi dugonalardan, ustozlaridan namuna ola boshlaydi. Ularga taqlid qiladi. Biz onalar qizlarimiz kimlar bilan dugona bo'lganiga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak azizlar. Qizlarimizni vaqtlarini behuda sarflatmasdan ularni to'g'ri yo'naltirishimiz kerak. To'g'ri taqsimlashga, undan unumli foydalanishga o'rgatsak, foydadan xoli bo'lmaydi. Aziz qizlarim, bugun sizlarga bir ona sifatida, ustoz sifatida aytar gaplarim bor. Birinchidan, o'zingizni qadrlang. Siz otangiz, aka-ukangiz, amaki, tog'alaringizning ori, g'ururi sanalasiz. Hech kim sizni arzon baholamasin. Qizning izzati uning eng katta boyligidir. Ikkinchidan, ko'proq ilm egallashga harakat qiling. Kitob o'qing, donolar o'gitlarini o'rganing. Internetdan ko'proq til o'rganish, tikish, bichish, pishiriq sirlarini o'rganishingiz mumkin. Chunki siz bo'lajak onasiz. Ro'zg'orga o'quvlikkina bo'lib borsangiz, hamma ro'zg'orni eplab keta olasiz. Bo'lajak ona degani o'quvli bo'lish kerak. Buyuk kelajak sizning qo'lingizda kamol topadi. Ahil oila esa siz tufayli farovon bo'ladi. Uchinchidan, ota-onangizni hurmat qiling. Xizmatlarini bajaring. Aytganlarini vaqtida qiling. Ularni rozi qilib, duolarini oling. Duosiz ishda baraka, oilada baxt bo'lmaydi. To'rtinchidan, ozodalik, tartib, xushxulqlik, qanoat shioringiz bo'lsin. Chunki ozoda, toza joyda albatta baraka bo'ladi, farishtalar kiradi. Beshinchidan, pulni va barcha ne'matlarni qadrlashni, isrof qilmaslikni bilgan qiz kelajakda oila byudjetiga katta foyda keltiradi. Va eng muhimi, qiz bolaga baxt o'zining olgan chiroyli tarbiyasidan keladi. Shuni unutmanglar qizlarjonlar. Yaxshi tarbiya eng katta sep. Epli kelin, sepli kelin deb bejiz aytishmaydi. Qizlarim, hayot sinovli, past, baland, o'nqir chunqirliklardan iborat.
lekin aqlli qiz hech qachon yiqilmaydi. Qiz bola bu nozik gul kabidir. Lekin shuni unutmangki, gul ham ildizi bilan mustahkam bo'lsa, hech qachon sinmaydi. Qiz bolaning eng katta boyligi uning or-nomusi, hayo va o'ziga bo'lgan hurmatidadir. Har bir qiz baxtli bo'lishga haqlidir. Qizlarim, o'zingizni asrang, qalbingizni pok tuting, kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda bo'ling. Shundagina atrofdagilarning sizga nisbatan mehri va hurmati oshadi. Baxt va omad eshiklari ochiladi. Aziz tinglovchilar, bu chiqishimda bir ona sifatida qizlarimizga hayotiy o'gitlarimni ulashdim. O'z tajribamdan, ko'rganlarimdan xulosa qilib yetkazdim. Agar foydali bo'lsa, yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying va fikringizni kommentariyada yozing. Tinglaganingiz uchun, diqqat qilib, eshitib fikr bildirib, kommentariy yozganingiz uchun kattakon rahmat, minnatdorman. Keyingi gal esa aqlli kelin qanday bo'lishi kerak mavzusida suhbatlashamiz. Yana onlayn ko'rishguncha hammalaringizni sog' salomat bo'lib qolishlaringizni tilab qolaman. Tutayotgan ro'zalaringizni Alloh dargohiga qabul qilsin. Ibodatlaringiz chiroyli bo'lsin. Barchamizdan Alloh rozi bo'lsin.